Peter Parker. Hamma uni unutib yubordi. MJ ham, Ned ham. U yolg'iz, lekin shunga qaramay u to'xtamadi va endi hamma uni o'lgan deb o'ylaydi. Bu O'rgimchak odam yangi kun va bu oddiy davom emas. Salom, bu Makroes. Bugun biz Marvel tarixidagi eng ko'p kutilayotgan filmlardan biri haqida gaplashamiz. O'rgimchak odam yangi kun. Film 2026-yil 31-iyulda premyera bo'ladi. Treyler chiqishi bilan bir kunning o'zida 718 million prosmotr bo'ldi. Bu rekord. U hatto GTA 6 va Deadpool filmlarining treylerini ham ortda qoldirdi. Bugun esa eng muhim ma'lumotlar, yashirin detallar va insider ma'lumotlari haqida gaplashamiz. Bilet sotuvlari boshlangani uchun yangi treylerni chiqarishdi. Ko'pchilik eski treyler deb o'yladi, lekin bu yangi treyler. Chunki unda 3 ta muhim farq bor. Birinchisi, CGI ancha yaxshilangan. Oldingi treylerdagi ayrim sahnalar tugallanmagandek ko'ringandi. Hozir esa ancha sifatli. Ikkinchisi, MJning parti sahnasi kengaytirilgan. Peter uni uzoqdan kuzatadi. MJ xursand, Ned ham xursand, Peter esa yolg'iz. Uchinchisi, Boomerang yangi ko'rinishda paydo bo'ldi. Lekin asosiy yangilik bu treyler emas, ScreenX. Filmning ayrim kadrlari panoramik formatda suratga olingan va aynan shu kadrlarda juda muhim ikkita detal bor. Birinchisi, qamoqxona jang sahnasi, yangi kadrlar juda epik. Ikkinchisi, sirli ayol, u The Hand klanidan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, u klan rahbari. Lekin fanlar boshqa nazariyani aytmoqda. Kimdir Crimson Samurai deydi, kimdir Lady Deathstrike, yana boshqalari esa Psylocke bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Chunki komikslarda Mandarin bir safar mutant ongini yapon assassin tanasiga ko'chirgan. Agar Marvel mutantlar mavzusini kengaytirayotgan bo'lsa, nega bunday qilmasin? Endi esa eng qiziq detal. Treylerda Peter The Hand bilan niqobsiz holda jang qiladi. Ko'pchilik o'yladi, Sony CGI bilan O'rgimchak odamni yuzini yashiraman deb, lekin yo'q. ScreenX formati buni ko'rsatdi. Haqiqatan ham bu kadr ochiq yuz bilan suratga olingan. Va bu juda ham katta savol tug'diradi. Chunki film boshida hech kim O'rgimchak odam kimligini bilmaydi. Uyga yo'l yo'q filmidan keyin hamma uni unutgan. Lekin qamoqxonada kameralar bor, The Hand jangchilari bor. Daily Bugle bor. Agar kimdir Peterning yuzini ko'rsa, hamma narsa o'zgaradi. Marvel buni qanday tushuntiradi? Endi esa rasmiy o'yinchoqlar haqida gaplashamiz. Marvel o'yinchoqlari film chiqishidan oldin ko'pincha detallarni oshkor qilib qo'yadi. Va yangi o'yinchoqlar orasida gamma nurlanishga qarshi Thor va O'rgimchak odam ham bor. Bu nima degani? Xalq bilan O'rgimchak odam to'g'ridan-to'g'ri ishgal qiladi. Reddit ijtimoiy tarmog'ida esa allaqachon hazillashishmoqda. Karatel xalqni gamma o'qlari bilan to'xtatdi, Daredevil esa Dr. Doomni anti-Doom miltig'i bilan yengadi. Albatta bu hazil, lekin o'yinchoqlar ko'pincha film detallarini yashirib qo'ymaydi. Demak, Hulk va Spider-Man jangi filmda bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Yana bir katta yangilik. Ayrim insiderlarning aytishicha, Marvel ushbu filmni yopiq tarzda jurnalistlarga ekranni test qilib ko'rsatishgan va jurnalistlar ijobiy fikr bildirishgan. Ijobiy fikrlardan birinchisi, filmda MCU tarixidagi eng kuchli jang sahnalaridan biri bor. Ikkinchisi, soundtrack juda kuchli. Uchinchisi esa eng qizig'i, G'alati narsalar serialining yulduzi Sadie Sink. Uni multiolam sagasidagi eng yaxshi personajlardan biri deb atashmoqda. U kimni o'ynayotgani hali sir. Filmning eng katta muammosi uning finali va bu gap oldingi mishmishlar bilan mos tushmoqda. Endi esa eng katta insider ma'lumoti. Bu xabar hali tasdiqlanmagan, lekin juda ham ishonchliga o'xshamoqda. Insider ma'lumotlarga ko'ra, film finalida hamma Peter Parkerni o'ldi deb o'ylaydi. Hatto mashhur komiks kadri ham qayta ishlangan. Jazolovchi Peterning tanasini ko'tarib turadi, xuddi fuqarolar urushi komiksidagi kabi. Keyin esa film oxirida Tom Hardy Venom'dan kichik simbiot parchasi ko'rinadi va film aynan shu yerda tugaydi, ya'ni simbiot Peterga yopishi mumkinligi bilan. Qora kostyum bilan qaytar. Agar bu insider ma'lumoti rost bo'lsa, bu juda katta final bo'ladi. Yana bitta katta yangilik. Film Xitoy bozorida ruxsat oldi. Bu juda muhim, chunki Xitoy bozori milliardlab dollar degani. Chunki Qasoskorlar final filmi u yerda 600 million dollar yig'gandi. O'rgimchak odam yangi kun filmi u yerda bundan ham ko'proq pul yig'ishi mumkin. Yana bir detal, yangi posterlar va shiorlar chiqdi. Meni hech kim eslamasa ham men himoya qilishda davom etaman. Va yana biri, haqiqiy kuch uyg'onmoqda. Bu esa Peterning jismoniy o'zgarishlariga ishora bo'lishi mumkin. Organik to'rlar, kuchaygan hislar, hatto O'rgimchak odam transformatsiyasi. Bu Tobey Maguire versiyasiga o'xshaydi, lekin ancha qorong'iroq.
Xulosa qilib aytganda, O'rgimchak odam 4-qismi bu oddiy davom emas. Peter yolg'iz, transformatsiya boshlanmoqda, The Hand, Jazolovchi va Hulk hammasi bitta filmda va film finali hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Xullas, 31-iyul premyeraga boraman, birinchilardan bo'lib. Sizcha borasizmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Makro Ice bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.